Dereceye nimada yetip geldi. Madeni rivayeti ondan eski domlarda başladı. Hani şu dereceye yetip geldi bütün dünyada. Hadi birinci öyle çıktı. Ayrı bir yönelişler bu Amerika'da. Özbekistanlı televizyon Özbekistan'da. Bizim fakültetimizde. Yaratıldı. Dünyaya gitti. Böyle ben talebelik ettiğimden fakirlenişine gerek. Bunu çepke borcuna geldi. Yetiyle başkaları geldi. Hatta O'zbekistonda yaratilganligi, Milliy universitetning fizika fakultetida yaratilganligi. Buni insoniyat ongiga singdirib olish kerak. 710-yilga kelib Yevropani butun rangli idishlarni ta'minlash boshladi. 30 yil ichida O'zbeklarning ishlab chiqqan texnologiyasini shuncha rivojlantirib qo'ygan. G'ildirak paydo bo'lishi ham O'rta Osiyoda. Namanganda qanaqadir tog' degan qoyada rasmlar bor. Bir g'ildirakli, ikki g'ildirakli, to'rt arabalar rasmi chizilgan qo'yilgan. Mana hozir ularimiz maktabga, kasblar kollejlar, maktablarga o'quvchilari ma'lum mashg'ulotlariga qanaqa yo'llarni tashlab, ya'ni fanlarni qanaqa o'zlashtirish haqida ma'lumotlar berganmiz. O'quvchilar hammasi o'sha mavzuni yaxshi o'zlashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta hafta ma'ruza o'tish jarayonida 5-10 kun o'tganingizdan keyin sariq kartochka belgilab turinglar. O'sha o'tilgan mavzu bo'yicha agar o'quvchilarga savol bersangiz